Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Daro. Shaxsiy rasxat qildirmoqchi bo'lganlar, Daro ochtirmoqchi bo'lganlar, shapka profilda nomerim bor, через WhatsApp orqali chiqishingiz mumkin. Bu yerga men uchun обязательно like, подписка sizlarda. Kartamga yaxshilab qaraymiz. Kartani gapirishimdan oldin ismini, familiyasini, yoshini ichinglarda aytasizlar. Faqat uni o'ylanglar, ko'z oldingizga u kelsin, kulishi, qarashi, iloji boricha hidi ham kelsin. Chunki hozirgi kartam faqat aqlingizdagi kishi yoki gaplashayotgan insoningiz uchun rasklad bo'ladi. U siz haqingizda nima o'ylayapti, niyati nima, u bilan baxtli bo'lasizmi yoki yo'qmi? Modda baxtlilik tushyapti. Aqlingizdagi kishi bilan agar turmush qurmagan bo'lsangiz, modda turmush tushyapti. Agar turmush qurgan bo'lsangiz, bu kartamda ozgina oranglarda urishish bo'ladi. Ya'ni ozgina urush, janjal kutyapti. Lekin bu jiddiymi, ajrashishgacha boradimi? Yo'q. Просто er-xotin o'rtasida bo'lib turadigan narsa tushyapti. Bu sizga qanaqadir surprizmi, nimadir tayinlayapti, qanaqadir ili pul beradi sizga. Men misol uchun qanaqadir rasxodingni qildi deylik, men nimadir olganga yotganmiz oldi deylik, qanaqadir surpriz bo'ladi. Bolani ishi, joyi tayin. Yaxshi joyda ishlaydi, lekin bilasizmi, u ichidan qalban yolg'iz baribir ham dardini hech kimga aytolmas ekan. Kartam ikkita maslahat ber. Kartam aytyaptiki, ozgina aqlingizdagi kishiga поддержка qildi, ozgina uni tushunishga harakat qildi, ozgina yolg'iz ham kerak bo'lsa qoldirdi. Chunki sizni aqlingizdagi insoningiz qalban